men yaxshi ko'rgan, men maza qilgan sahna. Kelinmagan. Shaytonman. Holatni yanada ham og'irlashtirish uchun Operator, motor есть. Начали! Hammaga salom. Sizlar tanigan Parauz asoschisi hamda oddiygina Parviz. Bu loyihani anchadan beri o'zim kutayotgandim. Film yoziladi. Qilgan ijodiy ishlarim uchun javob berish vaqti keldi menimcha. Ushbu kanalda avvaliga o'zim suratga olgan insta filmlar g'oyasi qayerdan kelgan, ssenariylar qanday yozilingan va eng qizig'i siz izohlarda shu joyini tushunmadim, kimdir tushuntirib yuborsin degan savollarga javob beraman. Agar qiziq bo'lsa, hoziroq obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha bo'lar ekan, o'shani bosib qo'ying, izoh yozing, like bosing va keyingi insta filmlarni qaysi birini tahlil qilishimizni izohlarda yozib qo'ying. Aytgancha, ko'rish kerak bo'lgan odamlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Biz bo'lsa boshladik. Operator, motor есть. Начали! Qaysi kontent bilan boshlaymiz degan savolga menimcha sizda javob bor. Albatta, shaytonga dars. Menimcha bu kontentni deyarli O'rta Osiyo ko'rdi va menga ham yaxshi, ham yomon mashhurlik olib keldi. Yomon tarafi nimada ekanligini siz juda ham yaxshi bilasiz. Albatta, bu meni shayton brat deb chaqirishlar, ya'ni shayton aka deb chaqirishlar. O'zi bu g'oya qayerdan kelgan? 2024-yil Anton Chexovning Kuchuk yetaklagan xonim hikoyalar to'plamining ichidan aroqxo'rning hushyor shayton bilan gurungi hikoyasidan olingan. Qisqacha hikoya haqida to'xtalib o'tsam, pensiyaga chiqqan aroqxo'r ichib o'tirganida shamning shu'lalari orqasida shaytonni ko'rib qoladi va u bilan suhbatlashadi. Suhbat shu tarzda o'tadi. Shayton noliydi, ishlari yaxshi emasligidan, oyliklari yaxshi emasligidan, endi unga ish qolmaganligidan gapiradi. Va ayni shu damda mening miyamda lampochkalar lop etib yonadi. G'oya bor, demak uni dramaturgiya qoidalarini buzmagan holatda qiziqarli qilib yozib chiqish kerak. Dramaturgiyada o'zi filmda 5 ta asosiy omil bo'ladi, adashmasam. Kirish, tugun, voqealar rivoji, kulminatsiya va peripetiya. Kirish bu qahramon bilan tanishtiriladi, qayerda, qachon, nima bo'lyapti va tugun bo'lsa kelib chiqadigan muammo. Oddiygina Jon Uik filmini oladigan bo'lsak, Jon Uik bilan tanishtiriladi va uning itini o'ldirishlari bilan hammasi boshlanib ketadi, voqealar rivoji boshlanadi. Va kulminatsiya bo'lsa eng yuqori cho'qqisi, peripetiya bo'lsa keskin burilish, ya'niki deydigan holat, katarsis, ya'niki ruhiy poklanish. Siz bosh qahramon bilan butun film davomida birga yashaysiz va oxirida xulosa chiqarasiz, o'zingizga kerakli yaxshi yoki yomon emotsiyani olasiz. Men ham g'oyadan kelib chiqib, hayotimizda bo'layotgan voqea hodisalardan konfliktlar yig'ganman. Birinchi konflikt bo'lsa, bir kechasi $100. Puling bo'lmasa, qayta bezovta qilma. Ko'rib turganingizdek, fohishalik qo'pol bo'lsa ham tirikchilikka aylanganligi va bu yerda shayton endi kerak emasligi haqida ta'kidlanadi. Ya'niki bu yerda kirish bo'lyapti va birdaniga tugun ham tashalyapti. Qayerda tugun tushyapti? Shayton so'zni boshlaganida siz hali qahramon bilan tanish emassiz va u aytayapti. Fohisha nima deyapti? Bu yerda seni qiladigan ishing qolmadi. Boshidagi rakurslar va savollar bilan, tugunlar bilan boshlanishlar bekorga tanlanmagan. Bu ataylab sizni diqqatingizni jalb etish uchun. Instagramda buni adashmasam hook deyiladi. Aktrisamiz bo'lsa bitta shart bilan rozi bo'lgan, o'sha gaplarni gapirib berish uchun, shunaqa fohisha rolni o'ynab berish uchun yuzi chiqmasligi kerak edi. Va bu yanada voqeani chuqurroq ichiga kirish uchun yordam bergan. Birinchi holatda kimga ish qolmaganligi va u nima deyayotganligini bilganimiz yo'q. Shuning uchun yetaklovchi xatti-harakat sizda savol tug'iladi. U o'zi kim? Nimaga unga ish qolmadi? Va shuningdek ikkinchi epizodda Shu Botirda xotini ham juda zo'r narsada. Kursdoshim bo'lmaganda o'zim bilardim. Kursdoshim bo'lsa nima qilibdi? Fosforor. Ayni damda o'zini yaqini, o'zini do'sti, o'zini kursdoshining xotiniga ko'z olaytirish, ya'niki birovni tan mahramiga, birovni juft haloliga ko'z olaytirish. Bu ham ya'niki ochiqdan ochiq bo'layotganligi ko'rsatib berilgan. Bunaqa holatlar bo'layotganligi uchun
bo'lganligi, hozir ham bo'layotganligi uchun qo'shilingan. Va bizda yana savol qolib ketyapti bu yerda. Bor. Sen ketgin, sensiz eplayapmiz. Kel, qo'y. Endi bo'lsa oxirgi konflikt. Aynan shu joyda biz savollarimizga javob topishimiz kerak. Menga ish bor? Ish bor, birodar. Xohlaysanmi ishlashni? Xohlasang shifokor bo'lasan, xohlasang vazirlikka joylab qo'yaman. Pul bormi? 3-sahnadagi qahramon poraxo'r, qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar pul bilan bitiradigan inson gavdalantirgan. Bu yerda hattoki u aytayaptiki, shifokor qilib qo'yaman xohlasang vazirlikka joylab qo'yaman, xohlagan kasbingda ishlashing mumkin deydi. Hozir bizda ham bunaqangi holatlar yo'q emas. Qanday sig'dirish mumkin? Shifokor pora bilan bitirsa, u qanday qilib amaliyot o'tashi mumkin? Men oldin ishlayotgan joylarimda meni bo'shatishdi. O'zlari yaxshi ishlashyapti. Ahamiyat bering. Bo'lgan holatlarni aynan birgina so'z bilan ifodalayapti. Men oldin ishlardim, u yerdan haydashdi, oyligi ham yo'q, ishlar yaxshi emas. Aynan asardagi, hikoyadagi so'zlar. Va shu yerda savol tug'iladi. Puling yo'q. Sen kimsan o'zi? Va yashirin qahramonning yashirin personaj ochiladi. Bizda savolga aynan mana shu joyi peripetiya desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'niki tubdan burilish, ya'ni uni kimligini bilyapmiz qahramon. Kimga ish yo'q o'zi? U kim ediki, yomon ishlarni usiz yaxshi amallashyapti va bizga javob topildi. Shaytonman. Bekorga bu yerda muzikalar ham yetalab kelinmagan. Shaytonman. Birodar, Eshitib turganingizdek zo'r ish bor. va oxirida shaytonman deyapti. Va poraxo'r odamning reaksiyasi birodar so'zini ishlatyapti. Bekorga birodar demayapti, chunki u ya'niki hamma ishlarini shaytonning yo'lida qilgan. Ya'niki to'g'rilik bilan sanayotgan pullari to'g'ri yo'l bilan topilgan emas. Unga ish taklif qiladi. Zo'r ish bor. Pedofillar haqida eshitganmisan? Yo'q, o'zim o'rgataman senga. Yakun bo'lsa yana savol bilan tugayapti. Pedofillar haqida. Endi biz buning davomini albatta kutamiz. O'zi ssenariy bo'yicha davomi bor edimi? Ha, albatta, bekorga oxirida pedofil degan so'z qo'shilmagan. So'roq ishlatib. Va ikkinchi qismda shaytonni ish bilan ta'minlashni xohlagan odam sayohatga chiqadi. Bu dramaturgiya qoidalari bo'yicha bitta qahramon nimagadir erishish uchun sayohatga chiqadi albatta. Keyin yo'lida bosqich qiyinchiliklarni yengib o'z maqsadiga yetadi. Bu yerda ijobiy qahramonlar bormi? Ijobiy qahramonlar yo'q albatta, ko'rib turganingizdek. Bu bog'cha. Bog'cha nimaga to'g'ridan to'g'ri maktabga emas? Sababi odamlar birinchi bog'chaga boradi, keyin maktabga boradi, keyin kollej, keyin universitet. O'shaning uchun ham biz bog'chadan boshladik. Bu bejiz emas. Bu yerda ham shayton o'z so'zini aytadi. Ha, bu yerda bolani urib tarbiyalashadi, to'g'ri? Shayton, birodar. Bu biznes, yangicha biznes. Urib tarbiyalash eskilik sarqiti. Bu yerda bolalarning rizqini yeyishadi. Bolalarni urib tarbiyalash eskilik sarqiti ekanligini shaytonga ta'kidlab o'tadi va hozir bog'chalar biznes bo'lib ketganligi bu bekorga qo'shilmagan. Men hammasini ko'rganman, yangiliklardan o'qiganman, osmondan olib yozmaganman. Bu haqiqiy hayotimizda bo'lgan voqea hodisalar. Shuning uchun ham o'tgan yili adashmasam xususiy bog'cha ochish uchun ruxsat berishlar vaqtinchalik to'xtatildi. Chunki davlat tomonidan berilgan mablag'ni ayrim bir xususiy bog'chalar davlat tomonidan o'tkazilgan pullarni yeb yuboradi. Qanaqasiga? Pulni qisadi, yaxshi sharoit yaratib bermaydi, yaxshi vitaminlarga boy ovqatlar bo'lmaydi va o'sha bolalarning haqqini yeyishadi. Bu yerda shuni nazarda tutilgan. O'sha muammoni yo'l-yo'lakay yana ta'kidlab o'tilinib ketilyapti. Men ham kirsam bo'lar ekan bu yerga. Yo'q.
Bu yerda sensiz ham yaxshi eplashyapti. Sen o'rganishing kerak bo'lgan ish bor. Hozir olib boraman. Bundan ham yaxshi ish bor. Ya'niki biz birinchi qismni oxirida eshitgan so'zimiz pedofillar. Pedofillar haqida gapirgan joyga hali yetib kelganimiz yo'q. Avval bog'chadan boshladik. Endi qayerga boramiz? Maktabga. Bu yer maktab. Bu yerda meni dadam biznesmen, advokat yoki tadbirkor bo'lsa, baholarim hammasi besh bo'ladi. Eng a'lochi bo'laman maktabda, to'g'rimi? Shayton aytayotgan holatlar bizni o'zimizni hayotimizda bo'lgan. Ya'niki biz o'qib yurgan paytlarda shunaqa holatlar kuzatilnardi. Agar sizni dadangiz biznesmen bo'lsa, puldor bo'lsa, yaxshi lavozimda ishlasa, siz eng yaxshi o'quvchisiz. Siz qanaqadir ishkal bo'lsa, kimdir darsdan qochsa, billa qochsangiz ular bilan hammani jovraydi sizga kelganda, nimaga sen bularga qo'shilding? Sen yaxshi bola eding-ku degan dakkilar bo'ladi. Hammani ota-onasini chaqirtiradi, lekin puli bor, amaldor odamni o'g'li har doim shunaqa. Yana boshladingmi? Shayton, birodar, zamonaviyroq fikrla. Tushkunda. Endi biz ayni kulminatsiyaga chiqamiz va peripetiyaga yaqinlashyapmiz. Peripetiya nima edi? Keskin burilish joyi. Demak, maktabga bekorga kelganimiz yo'q. U yerda qanaqadir voqea hodisa bo'lgan, pedofillikka doir. Hozir senga pedofillar haqida aytib beraman. Birinchi marta eshitishim. Va bu yerda javob olamiz. Bu ishni sen aniq qila olmaysan. Ha? Yaqinroq kel. 2023-yilda adashmasam dekabr oylarida 13 yoshli qizchani zo'rlashgan. 13 yoshli qizchani? Aqulu farishta-ku. Qanaqasiga? Shayton aqldan ozadi, xuddi kim. Va holatni yanada ham og'irlashtirish uchun savol beradi. Qaysi ablah qilgan bu ishni? Ichki ishlar qilayotgan. Bu ishni ichki ishlar xodimini o'zi qilgan. Va aynan shu joyda peripetiya, tub burilish, ichki ishlar xodimining o'zi shu ishni qilganligi. Bu holatda tomoshabin aktyor qahramon bilan birga, film qahramoni bilan birga suspensga tushadi. Suspens bu nima? Ruhiy zo'riqish. O'sha qizchani zo'rlagan pedofil militsiya xodimi, ichki ishlar xodimi bo'lganligini eshitganingizda sizda yana ham ya'niki ruhiy zo'riqish bo'ladi. Bu odam shayton ham qilmaydi-ku bu ishni degan fikr aynan o'sha joyda keladi. Va o'sha joyda peripetiya bo'ladi, kutilmagan holat. Bu ma'lumotlar osmondan olinib yozilgani yo'q. Ayni o'sha vaqtlarda o'sha ma'lumot chiqqanida men g'azabim kelib shu narsani qo'shganman. Bu ishni axir shayton ham qilmaydi-ku degan kesatiq bilan dunyoga kelgan bu ssenariy, bu insta film. Bu dunyoga seni keraging yo'q endi shayton. Odamlar sendan o'zib ketdi. Yakuniy kulgu bo'lsa ikkinchi qismni tugatadi. Buni davomi bo'lishi kerakmidi o'zi? Mana shu yerni o'zida to'xtasa ham bo'lardi. Bilamiz, hamma filmlar ham yaxshilik bilan tugashi shart emas. Film muhimi sizga hissiyot bera olishi kerak. U hissiyotdan siz o'zingiz xulosa chiqarasiz. Film janri o'zi 3 taga bo'linadi. Bu komediya, drama va tragediya. Keyin bular ham bo'linib ketadi. Bu yerda drama holatida ketyapti. Faqat minus. Ijobiy tomonlar hali ochilgani yo'q. 3-qismni ssenariysi qanaqa yozilgan? Goethening Faust asari bor. O'sha yerda asar bo'yicha Mefistofel degan shayton bo'ladi. U ham odamni yo'ldan urmoqchi bo'ladi. Va biz o'shandan andoza olganmiz 3-qismga. Ya'niki bu birinchi, ikkinchi qism qaysidir hikoyadan olindimi? Demak, 3-qism ham qaysidir adabiyotdan olinishi kerak. Chunki men o'zimdan o'zim bunaqa ilm, bunaqa ssenariy yoza olmasligim aniq. Agar dramaturgiya qoidalarini bilsangiz, asarni olasiz, uni kerakli joylarini olasiz va qo'shib chiqasiz. Konfliktlarni har doim hayotdan olishga harakat qiling agar siz qaysidir g'oyani yozmoqchi bo'lsangiz.
Dadasim, qo'shnimiz bizdan o'tib ketgan. Yangi uylar sotib olgan. Buni siri nima deb o'ylaysiz? O'zim ham 2 oy oldin shayton bilan gaplashdim. Xo'sh. Yaxshi maslahatlar oldingizmi? Qayoqda? Uni o'zining ishlari yaxshi emas. Bizimdan o'tib ketganmiz-ku. Ishidan ham bo'shagan. O'zi bir alfozda yuribdi. 3-qism ham savol bilan boshlanadi. Bu bo'lsa xotinning boylikka o'chligi va boylik vasvasasi. Bekorga shayton haqida yana gap ochilgani yo'q, chunki uning ahvoli yaxshi emas. Ular o'ylaydiki, qo'shnisi boyib ketgani, mashina olganligi shayton yo'lidan yurib. Tushuntira oldimmi? Ya'niki yomon, harom ishlar qilib boylik orttirgan degan o'y xayol bilan shayton bekorga eslanmaydi. Ishlari yaxshi emasligi, o'zi ham yaxshi emasligi, bir alhozda yurganligi bekorga eslatilmayapti. Va bizda yana savol tug'ilishi kerak. Bu savolni yetaklovchi qahramon, ya'niki shaytondan o'tib ketgan odamning xotini yetaklaydi. Unda oldiga boraylik. Menda zo'r g'oya bor. Ketdik. Bilasiz, yana qaytarib o'taman. Birinchi A nuqtadan B nuqtaga boradi har doim qahramonlar. Bu yerda ham xuddi shunday. Oldiga boramiz. Menda zo'r g'oya bor va men yaxshi ko'rgan, men maza qilgan sahna. Uyi shu yerdami? Shayton! Birodar, bu yoqqa chiqqin. Xuddiki muzikalar ham ataylab terdirilgan. Bu sahna bo'lsa, o'sha musur sartarofiga qilinadigan, musur to'kadigan joylarda uychalar bo'ladi-ku, aynan o'sha joyda olingan. Chunki shaytonning ahvoli yaxshi emas. Endi nima bo'ladi? Yoki yechim topiladimi? Birodar. Sochni nima qilding? Ko'rmisan? Soch masalasiga keladigan bo'lsak, bu yerda men ataylab kontent uchun sochni oldirganmanmi? Ha, albatta. Nimaga qo'shdingiz buni? Xo'p, ko'rmayapsanmi degan so'zni aytish uchun. Chunki meni ko'p odamlar uzun sochda ko'rgandi va kalta sochda ko'rgandan keyin sochingga nima qilding deydi. Ko'rmisan? Deyishga odam botilni olmaydi, xafa bo'lib qoladi deydi. Va o'sha gapni hammaga ayta olmagan gapimni shu yerda aytganman. Kalta soch, ko'rmisan? To'g'risi ham ko'rib turibdi-yu sochni kaltaligini. Seni bizga yordaming kerak. Qo'shnimiz bizdan o'tib ketdi. Yangi uylar sotib oldi. Buni sirini bilishimiz kerak. Va endi biz kulminatsiyaga yaqinlashdik. Ya'niki eng qiziq palla. Endi shayton nima deydi? Muammoga yechim topiladimi? U qo'shnisi qanday qilib boyib ketdi degan savolga mana shu yerda javob olishimiz kerak. Xudoning borligiga ishonasanmi? Ha. O'zi bular xudoning borligiga ishonmaydi va boyib ketish uchun, qo'shnisini sirini bilish uchun ha deyapti. Va buni ha deyishini ayol kishi aytayapti bunga. Xotini aytayapti. Ayol kishini makri, ayol kishini nimasini ochib berishga harakat qilganman. Ya'ni jannatdan nima uchun quvilganligimizni gapirib bermoqchi bo'lganman bu yerda. Bitta shu harakatni o'zi bilan eri o'ylanib turganda xotini hey shunaqa ha deyishi bilan. Ha, ishonamiz. Yo'q, ishonmaysan. Ishonganingda bunaqa ishlarni qilmasding. Sen shaytonmisan yo farishta? Albatta. Sen shaytonmisan yoki farishta? Bu savol bekorga tug'ilmaydi. Albatta shayton yomon deymiz. Shayton yomonlikni xohlaydi. Shayton bizni yomon ishlarni qilishimizni xohlaydi deymiz. Va shaytonni har doim ayblaymiz. Bilamizki, shayton ham oldin farishta bo'lgan. Qanday shaytonga aylanib qolganligi haqida ham bu yerda ma'lumot bor. Bu dialog bekorga cho'zilmagan. Butunlay ma'lumot berib o'tilinadi. Men senga har lahza yomonlik tilab, yaxshilik qilguvchi kuchning bir qismiman. Mana bu so'z bo'lsa aynan Goethening Faust asaridan olingan. U yerda Mefistofel shu so'zlarni odamga aytadi.
Men senga har lahza yomonlik tilab, yaxshilik qilguvchi kuchning bir qismiman. Qisqa qilib tushuntiraman. Sizga yomonlik qilish uchun sharoit bor, lekin siz u yomonlikni qilmadingiz. Sizga bo'lsa yaxshilik yoziladi. Ya'niki bitta joyda o'qigandim. Agar siz bir yomon ishni rejalashtirib yurib, o'shani qila olmasangiz, sizga gunoh yozilmaydi. Va siz yaxshilikni rejalashtirib yurib, qila olmasangiz, sizga bitta savob yozilar ekan. Buni bir kitobchada o'qigandim, kichkina kitobchada. Ancha yillar bo'ldi. Va shu yerda o'shaning uchun shayton men senga har lahza yomonlik tilab, yaxshilik qilguvchi kuchning bir qismiman deyapti. Agar siz boshqacha fikrda bo'lsangiz, siz ham fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ya'ni senga yomonlik qilish uchun joy yaratib beraman. Sen agar o'sha yomonlikni qilmasang, yaxshilikka o'tasan. Ya'niki bu yaxshilik yomonlikning borligi, yomonlik bo'lsa yaxshilikning yo'qligi. Hammasi oddiy. Qo'shning nimalar qilayotganini bilaman. Boyib ketish uchun o'sha ishlarni qilmoqchimisan sen? Ha. Boyib ketsak bo'ldi. Yashaymiz. Boyib ketish uchun shu ishlarni qilmoqchimisan? Ya'niki boy bo'lish uchun, bu dunyoda boy bo'lish uchun o'sha ishlarni qilmoqchimisan? Halol yashamoqchimisan? Birovning haqqini yemaysanmi? Yaxshi amallarni qilasanmi? Boy bo'lish uchun deyapti. Boyib ketish uchun va u Qilolmaysan. Qo'shning oddiy boylikni xohlayotgani yo'q. U qo'shning oddiy boylikni xohlayotgani yo'q. Ya'ni kim? U faqat bu dunyoning boyligini emas. Keyingi dunyosini ham boyligini o'ylayapti. O'shaning uchun to'g'ri yashayapti, to'g'ri amal qilyapti. Shuning uchun u dunyoni ham boyligiga erishish uchun. Bu ikki dunyo boyligi deganda shu narsani nazarda tutganman. U ikki dunyo boyligini xohlayapti. Halol yashaydi. Birovning haqqini yemaydi hech ham. Hech yegiz olmadi birovning haqqini. Xotiniga ham yaxshi qaraydi. G'iybat ham qildirmaydi. Xotiniga ham yaxshi qaraydi, g'iybat ham qildirmaydi. Ya'niki xotini shu g'iybat ham qildirmaydi degan so'zni o'zi bilan xotiniga gapi o'tadi, xotini aytganini qiladi, unga itoat qiladi degan ma'noda kelib chiqyapti. Sen rostdan ham shunaqa yashamoqchimisan? Adashmasam, yoshligimdan beri eshitib keladigan jannat haqida gapiryapsan, to'g'rimi? Bekorga bu gaplar ham qo'yilmagan. Biz yoshligimizdan eshitganmiz jannat haqida. Aqlimizni taniganimizdan beri, o'sha o'zimizni taniganimizdan beri eshitganmiz jannat haqida va bu yerda qanaqadir degandek gapiryapti. Bekorga u ishonmaydi u jannat borligiga. O'shaning uchun shunaqangi gapiryapti. Men seni hurmat qilib ta'zim qilmaganim uchun la'natlanganman. Va mana o'sha javobni topdik. Shayton ham oldin farishta bo'lgan va odamni hurmat qilib ta'zim qilmaganligi uchun la'natlangan. Mana yechimlar birin-ketin savol-javob tarzida ketyapti. Bu vaqtda mosuvo bo'lganman. Seni bo'lsa imkoniyating bor. Ikki dunyo boylikka erishish uchun. Seni bo'lsa imkoniyating bor, ikki dunyo boylikka erishish uchun. Bu yerda shayton makrga o'tyapti, o'zini kuchini ishlatyapti. Oxirgi darajadagi kuchini. Shunda ikki dunyo boy bo'lamizmi? Shunda ikki dunyo boy bo'lamizmi? To'g'ri yashasak, yaxshi amallar qilsak. Bu yaxshi yashash, to'g'ri amal qilish ikki dunyo boyligi uchun, bu dunyoda ham boy bo'lish uchun, u dunyodagi joyi ham yaxshi bo'lishi uchun. Xo'p, buni nimasi yomon deyishingiz mumkin? Biz buni eplaymiz. Ketdik. Biz buni eplaymiz. Rahmat senga. Bu joyini aytib o'tmasam bo'lmaydi. Kabutar o'zi uchib bergan. Hech qanaqa effekt ishlatmaganmiz, chunki pulimiz ham yo'q edi. Bu kontent telefonga olingan. Shuning uchun sifat pastroq. Har bitta detallar, har bitta ob-havo bizga nima deydi, mana yordamlashgan. Tushunyapsizlarmi? Ikki dunyoning eng boyi bo'lamiz.
ikki dunyoning eng boyi bo'lamiz. Bu yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshi. Siz o'ylashingiz mumkin, ikki dunyo boyligini o'ylash bu yaxshi. Yaxshi yashash yaxshi, halol yashash yaxshi, birovga ehson qilish, yordam qilish, yomonlik qilmaslik umuman to'g'ri yashash bu jannatga olib boradi. Ha, albatta. Shunaqa deyilingan. Ammo degan so'zni bu yerga bizga shayton o'z nigohlari bilan aytadi. To'g'risi bu qarashdan o'zim ham montaj paytida g'alati bo'lib ketganman, to'g'risi. Va o'shandan keyin to'xta deganman. Sen bilan nimadir bo'lyapti yoki sen bilan nimadir bo'ladi agar buni yana davomini olsang deganman. Chunki oxirgi finali ayni o'sha paytda olganimda nimadir bo'lishi aniq edi. Final qanaqa bo'ladi? Hozir qizil bo'lishi uchun aytib o'taman. Qarang, hammasi joyida. Shaytondan o'tib ketgan odam yaxshi yo'lga qaytdi. Nimaga shayton bu yerda bunaqa qarayapti? Va buni siz 4-qismda, ya'ni finalda bilib olasiz. Va biz final qismini Xudo xohlasa syomka qilib joylaymiz. Siz ushbu videoga aktiv ko'rsating. Agar 2 kun 3 kunda 10k bo'lsa, 10 mingta odam ko'rsa, hech yo'q 365 mingta triklardan 1000ta like bo'lsa, izohlar yaxshi yozilinsa, yana davomiy bo'lishini xohlasanglar, izohlarda fikringizni yozib qoldiringlar va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu eng muhimi, qo'ng'iroqchani bosish, jo'natib qo'yish, izoh yozish. Oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rayman. Bu birinchisi menda. O'zim xohlaganim uchun bu loyihani qildim va davomiy bo'lishi uchun sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bizni moliyaviy tomonlama qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, izohlarda tirikchilikdan link qoldiramiz, o'tib donat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Parviz bo'ldi. Sog'lom fikrlashdan to'xtamanglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ha, aytgancha, film yoziladi.